mahalliy panelni o'zidan yoqib o'chirish uchun odam o'zi fizически kelib buni bosishi kerak. Mana bu ba'zi paytlarda juda noqulay. O'tgan darsimizda mana motorni chastotnik orqali tarmoqqa ulab, uni bazaviy yoqib o'chirish bo'yicha tanishib chiqdik. Ertalab 9 dan 10 gacha tomorqani sug'ordi. Ondan keyin mana xuddi men qo'lda qilayotgan ishni mana bu qila boshlaydi va jarayon avtomatlashdi. Hech qanaqa revers sxemalarsiz, kontaktorlardan yig'iladi, revers sxemalarsiz o'zi ham oldiga ham orqaga aylantirish mumkin. Komma DI 3 ga tegizsam 5 ga aylanyapti. DI 4 ga tegizsam mana 10.4 beruvdik. Ikkinchi tezlikda aylanyapti. Hammasi 3.0 holatidan 3.1 holatiga o'tguncha 7 xil tezlikni belgilab berish mumkin. Ventilyatorlari murakkab bir algoritmda, o'ziga xos bir usulda yoqib o'chirib, issiqxonani rejimini yaxshi ushlab turishni avtomatikasini ham chastotnik orqali bemalol tashkil qilish mumkin ekan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Motorlarni chastotnik orqali tarmoqqa ulash va shu chastotnik yordamida motor rotorini tezligiga daxl qilish, tezlik ustida har xil amallar bajarish, umuman aytsak, hayotdagi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda chastotniklarning ahamiyati degan turkum darslarimiz davom etadi. Xo'p, o'tgan darsimizda mana motorni chastotnik orqali tarmoqqa ulab, uni bazaviy yoqib o'chirish bo'yicha tanishib chiqdik. Demak, motorda shillikdagi danlilarni berdik, bunga tanishtirdik. Chastotnik o'ziga ulanib turgan motorni yaxshi tanib oldi va uni yoqib o'chirib tezligiga daxl qildik. O'zini ilk qilganimiz bazaviy o'zini demak mahalliy boshqaruv panelidan. Demak, mana bu yerdan yoqib o'chirib tezligini rostlab mana buni ko'rib chiqdik. Ana endi bu usulda motorni boshqarishni bir kamchiligi bor. Ya'ni avtomatizatsiyaga bu to'g'ri kelmaydi. Masalan, mana bu soat. Kvartsiviy soat. Ko'rganmiz ko'pchiligimiz. Shu soatni demak ba'zi soatlarni mana joyini sozlab qo'ysak, soat shu 9 dan mana 7 dan 9 gacha, kech payt 8 dan kechqurungi 11 gacha bo'lgan joylarda nima qiladi? Mana bu kontaktini qo'shadi. Xohlayapman, suv nasosim bor. Ertalab soat 9 dan 10 gacha 1 soat sug'orib qo'ysin tomorqani va kech payt 5 dan 6 gacha yana bir sug'orib qo'ysin tomorqani. Mana shuni xohlayapman va soat bo'yicha sxema qilmoqchiman. Ya'ni hayotdagi bir jarayonni avtomatlashtirmoqchiman. Inson ishtirokisiz. Demak, bazaviy ulanishda nima kamchiligi bo'ladi? Mana buni mahalliy panelni o'zidan yoqib o'chirish uchun odam o'zi fizически kelib buni bosishi kerak. Mana bu ba'zi paytlarda juda noqulay. Yoki men mana xonada o'tiribman-da, nasosim, chastotnigim uzoqda shit. Men endi buni yoniga borib, o'zim borib hadeb yoqirib o'chirish ham noqulay. Yoki mana bunaqa boshqa sxemalar qilganda bu soatni masalan qo'li yo'q-ku, borib o'zi yoniga yurib borib knopkani bosa olmaydi-ku. Shunda nima qilish kerak desa, bu ham o'ylangan chastotniklarda. Заводской настройкада motorni yoqib o'chirish mana bu mahalliy o'zini boshqaruv panelidan bo'ladi. Yashil yoqadi, qizil o'chiriladi. Oldingi darsimizdan guvoh bo'ldingiz bunga. Biz endi buni boshqaruvni terminalga olishimiz kerak. Ya'ni buni menyusiga kirib, parametridan tushuntirishimiz kerak. Boshqaruv bu yoqqa o'tyapti deb terminalga, kilemliklarga. Nega unaqa qilyapmiz? Chunki mana barcha relay avtomatikalarni jarayonlarni avtomatlashtirganimizda bu masalan soatni o'zi qo'li yo'q-ku, odamga o'xshab kelib, yurib kelib oldiga buni bosib keta olmaydi-ku. Bu faqat o'zini normal ochiq, normal yopiq kontaktlari orqali
yoki ulaydi yoki ajratadi o'zini. Mana bu kontaktlarni. Shuning uchun mana bu terminalni blokka boshqaruvni olamiz. Uning uchun kitobini ko'ramiz. F000 ekan parametr. Demak, mana o'sha ko'k program deb yozilgan. Shu programmalashtirish degani. Ichiga kirib parametrni o'zgartirish, programmasiga daxl qilish degan knopka bo'lgani uchun program deb yozgan. Buni bitta bossa kirmaydi. Odamni qo'li tegib ketsa ham ichiga kirib parametrlari o'zgarib ketavermasin deb shunaqa qilib qo'ygan. Jo'rttaga bosib turish kerak. Mana demak F000 bu yerda 0 da turibdi boshqaruv panelida. Biz buni 1 ga olamiz. Shunda mana boshqaruv terminalga o'tdi. Ana endi mana bu yerdan mahalliy o'zini panelidan bossak ham nima bo'lyapti? Motor ishlamayapti. Terminalga o'tdi. Terminaldan qanaqa yoqiladi bu? Juda oson. Xuddi uylarimizdagi chiroqlarni vykljuchatelini yoqsa, vykljuchatel orqa tomondan bitta kontaktga, ikkinchi kontaktga ulasa chiroq yonadimi? Bunda ham xuddi shunaqa. Mana bu komni umumiy degan bitta joyi bor. Kom. Shu komni DI1 ga tegizsak, raqamli kirish 1 ga. Mana motor start oldi. Olsak o'chdi mana. Ana endi nima qilaman? Mana shu komni o'rnatmoqchi bo'lgan soatimni komaga ulayman va buni chiqishini olib kelib, bundan chiqishni olib kelib DI1 ga diskret kirish 1 ga ulab qo'ysam, shunda nima bo'ladi? Qachon mana bu soatdan men belgilab bergan vaqtlarimda o'zi o'sha paytda motor ishga tushirib yuboradi. U soatdan o'tgandan keyin uzgani uchun mana bu ish bo'ladi o'tda ham. Ertalab 9 dan 10 gacha tomorqani sug'ordi. Ondan keyin mana xuddi men qo'lda qilayotgan ishni mana bu qila boshlaydi va jarayon avtomatlashdi. Xo'p, bu yerda yana ikkinchi qulayligi заводской настройкада o'zi по умолчанию digital 1 motorni yoqish va oldiga aylantirish bo'lsa, 2 xuddi shuni teskarisini qiladi. Rotorga e'tibor qiling, orqaga aylanyapti. Teskariga aylanyapti. 1 ga qilsam bu tomonga aylanyapti. Demak, hech qanaqa revers sxemalarsiz, kontaktorlardan yig'ilarda revers sxemalarsiz o'zi ham oldiga ham orqaga aylantirish mumkin. Va buni yaxshi tomoni oddiy analog sxemalarda motorni rotori tez chirpirak bo'lib bir tomonga aylanib turganda birdan orqa tomonga o'girib bo'lmaydi. Chastotnikdachi birdan kutmasdan turib bunga o'tkazish mumkin. Bu o'zi rotor tezligini sekin so'ndirib, o'zi orqaga o'giradi. Birpas kutib tur, rotor sekinlashib olsin, hozir teskariga o'girib bo'lmaydi degan analog sxemadagi muammolar chastotnikda yo'q. Xo'p, revers nimaga kerak desa, revers ham ba'zi joylarda juda kerak. Masalan, shunaqa jarayonlar bor, texnologik ishlab chiqarishlarda nima, stanoklar, bir narsalar mana borib kelib turadi. Borib kelib turadi. Shu yerda mana kansevik qo'yamiz ikki yog'iga. Ikki yog'iga kansevik qo'yamiz. Kansevikka ikkaloviga mana bu komni, umumiyni birinchi kansevik, ikkinchi kansevikdan o'tkazib qo'yamiz va kansevikka chiqishlarini DI1 bilan DI2 ga olib kelib qo'ysa nima bo'ladi? Bir narsa keladi bu yoqqa, mana jarayonlar ko'p hayotda ko'rganmiz. Keladi, kansevikka bosadi, bo'ldi. Motor to'xtab orqaga aylanadi. Orqaga boradi, bu kansevikka bosadi.
ana o'sha kontsig bosilganda nima bo'ladi aslida? Mana shu komni yo DI1 ga yo DI2 ga teg'izayotgan bo'ladi va motor oldiga, orqaga aylanadi. Mana bunaqa qulayliklari bor. Va yana keyingi misol, hozir faqat bitta tezlikni ko'ryapmiz. Har xil tezlik qilish ham mumkin. Ya'ni buni shunaqa qulayliklari bor bu chastotnikni. Masalan, DI1 ga teg'izsak bitta tezlik 4.9 Hz aylanayotgan bo'lsa, valga e'tibor qiling. Boshqa digital 5 ta bo'lgani uchun 3 ga teg'izsam, unga alohida tezlik berishim mumkin. 4 ga teg'izsam, unga alohida berishim mumkin. Shunaqa qilib 7 xil tezlikgacha kombinatsiya qilishim mumkin. Lekin odatda hayotda bizga 7 xil tezlik kerak bo'lmaydi. Kerak bo'lsa bir 2 xil tezlik yo 3 xil tezlik kerak bo'ladi. Keling, mana hayotda juda kerak bo'ladigan, ancha qulaylik beradigan mana shu har xil tezlikka o'tkazishni ham ko'rib chiqamiz. Bu qachon kerak bo'ladi? Masalan, mana termokontroller. Masalan, meni issiqxonam bor. Parnik deymiz. Limon yetishtiramanmi, pomidor yetishtiramanmi, tepasida ventilatorlar bor. Demak, termokontrollerda mana haroratni bu yerda mana alarm, trevoga degan chiroq hozir yonadi, e'tibor qiling. Mana alarm chirog'i yondi. Birinchisi yondi, bu yerda ikkinchisi ham bor. Shu yonganda nima bo'ladi? Mana bu kontaktga bunga ulaydi. Demak, xuddi hozirgi komni, chastotnikni terminalidan chiqib turgan komni bunga berib, keyingisidan olib chiqib ketib DI1 ga ulab qo'ygan bo'lsam nima bo'ladi? Harorat bo'yicha ishlaydi endi. Mana yana bitta qulaylik, hayotda kerak narsa. Issiqxonamga berib qo'yaman, harorat 30 gradus bo'lib ketsa, ventilatorlarni yoqqin deyman. Harorat 30 bo'lganda, demak, o'zi ventilatorlarni yoqadi, harorat pasaygandan keyin o'chiradi. Lekin o'tda yana bir narsa bo'lishi mumkin. Harorat qanchadir bo'lgandan keyin suv nasosi ham yoqqan. Yanada ko'tarilsa, keyin ventilator yoqqin degan hayotda shunaqa ko'p texnologik jarayonlar bor. Avtomatlashtirishga muhtoj. Ana shu yerda har xil tezlik qilish bizga juda ham qo'l keladi. Hozircha biz ko'rgan misollarda buni faqat yoqyapti, o'chiryapti bitta o'rnatilgan tezlikda. Necha qo'yib qo'ygan bo'lsa, shu chastotada yoqib o'chiryapti xolos. Endi men xohlayapman bir gal mana bunaqa o'ta sekin aylansin, keyingi gal juda tez aylansin. Harorat nechidir oshib ketsa, ventilatorlarni juda ham tez aylantirsin. Yoki sug'orish. Tomorqamda ertalabki sug'orish bilan kech paytki sug'orishi farqi bor. Chunki ertalab hali hamma yoq salqin bo'ladi. Kechqurunni tuni bilan bo'lgan salqinlik hali ketmagan bo'ladi. Shuning uchun suvni kamroq berish kerak. 1 soat. Demak, ertalabki salqin payt uchun men 7 Hz sekin aylantirib suvni bergin deyman-da, kech payt motorni qattimroq aylantirsam, kuchliroq, ya'ni rotorini tezroq aylantirsam, o'z navbatida u suv nasosini tez aylantiradi va suvni ham tezroq ariqlarga ko'proq beradi. Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Uning uchun yana o'zini qo'llanmasiga murojaat qilamiz. Demak, F0 ikkita nolni demak terminaldan boshqaruvga o'tkazib oldik va mana bunga e'tibor qilamiz. F0 01. Bu yerda nima degan? Mana shu managa segment komanda degani ko'p tezlikli rejim degani. Aynan 4-inchisi. Shunga o'tkazib olamiz avvaloq. Ya'ni endi chastotnikga mana shu hammasi chastotnik bilan bizani gaplashishimiz.
bizani o'zaro so'zlashishimiz deb qarang mana shu narsalarga. Chastotnikka biz maqsadlarni mana shular orqali biz gaplashadigan til shu. Shu bilan tushuntiryapmiz. Mana aytyapmizki, bu joyda qaragin, boshqaruv endi bu yerdan bo'lmasin, terminalga olyapmiz. Shuni kelishib olaylik deyapmiz. Bunisidachi endi bitta tezlik emas, ko'p tezlikli rejimga o'tyapmiz. Ko'p tezlikli rejimga o'tyapmiz. Shunga o'zingni shaylagan, moslagan demoqchimiz. F001 demak 4 ga qo'yishimiz kerak. F001 mana o'z zavodskoy 1 da turar ekan. 4 ga qo'ydik. Ana endi ko'p tezlikli rejimga o'tdi. Xo'p. Buni endi ko'p tezlikli rejim deganimiz mana shu. Aynan DI1 ga tegizsak, bitta tezlik bo'ladi, DI2 ga tegizsak. Ikkinchisi 5 ta digital inputlarimiz bor. Mana shu komni qaysi biriga tegizishimizga qarab tezliklar o'zgaradi. Har xil bo'ladi. Buni o'tkazsak-ku, o'sha chastotalarni belgilab bermasa ham bu ishda ma'no yo'q. Demak, chastotalarni ham belgilab berish kerak. U qayerda bo'ladi? Chastotalarni belgilash 4-chi mana parametr F400 F400 parametrlarga mana shu gruppaga kiramizda, mana shu yerdan demak berib chiqamiz mana. Keling, ikkita tezlikli rejimni ko'ramiz. To'g'riga o'tdik. Hop, F402 nechi bo'lsin deyapti? 5 bo'lsin deylik. Keyingi tezlik nechi bo'lsin deyapti? Buni sirasi mana buni o'tkazib tezroq surish ham mumkin. Mana. Buni 10.4 bo'lsin deylik. Mana. Demak, chiqdik. Endi nima bo'ldi? Chastotnikni tushuntirdik. Ha? Qara, boshqaruv bu yerdan emas, terminaldan. Keyin bu rejimimiz fiksirованный mana bu yerdan belgilangan tezlikdagi emas. Shuning uchun mana bu ishlamay qoldi, e'tibor qiling. Ishlamay qoldi. Potentsiometr emas, ko'p tezlikli rejimga o'tyapmiz. Nazarda tutgin. Hozir men senga o'sha nechi tezliklarni belgilab beraman. Aynan buni mana bu 3-chisiga tegizsa nechi bo'lsin? Va 4-chisiga tegizsa nechi bo'lsin? Mana belgilab beraman. Mana e'tibor qiling, 5 Hz. Biz o'rnatganimiz mana ko'ryapti tegizishim bilan. 5. Mana. Xo'p, endi tekshirib ko'ramiz mana. Mana 5 Hz beruvdik. Endi bunga tegizsam, komma DI3 ga tegizsam 5 Hz aylanyapti. Motor rotoriga e'tibor qiling. DI4 ga tegizsam mana 10.4 beruvdik. Ikkinchi tezlikda aylanyapti. Mana shunaqa qulayliklari bor. Hozir bu yerda endi men qo'lda qilyapman. Aslida u yerda nima? Mana bunaqa переключательlar qo'llanadi. Mana bu yoq общий bo'lib turibdi peremishkada. Demak, shu nima qilinadi? Komga beriladi. Bir joyda masalan mikser bor ekan, aralashtiradigan nimanidir. Boshida sekin aralashtirish kerak, biroz ichida mahsulot yoyilib olgandan keyin tez aralashtirish kerak. Shunda nima qilamiz? Mana bu komni, mana bu общий joyini komga beramiz. Mana buni bittasini DI1 dan DI5 gacha bizda 5 talab kombinatsiyamiz bor. Qaysi biriga belgilab bergan bo'lsa, chastotani o'shanga beramiz.
buni keyingisiga beramiz. Shunda nima bo'ladi? Kelib turib, bundoq burasak, birinchi tezlik yoqadi. Aksincha bundoq qilsak, ikkinchi boshqa tezlikda yoqadi. Hattoki 7 ta tezlikda yoqishi mumkin. Bu yerda xuddi ikkilik sanoq sistemasiga o'xshab mana shunaqa kombinatsiya qilgan. Demak, mana buni tumlerni 0 palajenasi, surilganini 1 palajenasi desak, agar 3 ta mana shunaqa o'rnatib olsak, tumler nima? 3 tani eng bunisini yoqsak bitta tezlik, o'rtadagini yoqsak boshqa tezlik, ikkalovini yoqsak uni ham boshqacha tezlik deb tushunadi. Shunaqa funksional qulay qilingan. Boshidagini yoqib ikkitasi o'chuv bo'lsa, yana bitta tezlik va mana kombinatsiyani qarang, oxiri hammasi 3 ta 0 holatidan 3 ta 1 holatiga o'tguncha nima? 7 ta 7 xil tezlikni belgilab berish mumkin. Atigi 3 tagina buriydigan tumlerlarni kombinatsiyasi bilan 7 xil tezlikni qilish mumkin. Va xohlasanglar agar har doim ham mana bunaqa bo'lish shart emas. Shuni bitta tumler misolida termokontroller tursin. Va mana bu ikkita tezlikni buni alarm 1, alarm 2si. 2 xil tezlikda buni aylantirsin. Va mana shu soatga ham bog'liq bo'lsin xohlasanglar. Kunni soat falon paytlarida bunaqa tezlik bo'lsin, boshqa paytlarida boshqacha tezlik bo'lsin. Bu yoqsa ham. Chunki mana kombinatsiya qo'limizda. Kunni bu qo'shmagan paytlarida bu tezliklar boshqacha bo'ladi. Soat o'zini NO kontaktlarini qo'shgan soatlardachi umuman mana bu 1 0lar boshqacha kombinatsiya beradi. Shunday qilib bir sug'orilishi, ular ventilyatorlari murakkab bir algoritmda, o'ziga xos bir usulda yoqib o'chirib, issiqxonani rejimini yaxshi ushlab turishni avtomatikasini ham nima qilish mumkin ekan? Chastotnik orqali bemalol tashkil qilish mumkin ekan. Xo'p, demak mana shu. Mana shuncha qulayliklari bor. Demak, bu darsimizni nihoyasida xulosaviy fikrlarni qilib olamiz. Demak, qanaqa qilish mumkin ekan? Start stop yoqib o'chirilish mana hozir ham shunda turibdi. Yoqish o'chirish mahalliy panellarda, lekin tezlik berishni terminalniy blokka olish mumkin ekan. Hattoki yoqib o'chirishni ham terminalniy blokdan, tezlik berishni ham terminalniy blokka olish mumkin ekan. Mana bu o'zini o'zidagi vstroyniy potentsiometrni shundan ham va alohida potentsiometr o'rnatib olib, terminalniy blokdan ham nima chastotani ko'tarib tushirish mumkin. Uni ham qilsa bo'ladi. Va umuman aytsak, demak, motorni yoqib o'chirish, tezligiga daxl qilish nafaqat mahalliy panel, balkim terminalniy blokni aynan COM va DI1 dan DI5 gacha, DI1, DI2 mana shularni discrete digital input deydi. Discrete kirishlar yoki raqamli kirishlar deydi. Mana shu COM va 5 ta DI'ni o'zaro tutashtirib, mana shuncha kombinatsiya, shuncha jarayonlarni, texnologik jarayonlarni optimizatsiya, avtomatizatsiya qila olar ekanmiz, shuni imkonini berar ekan. Mana shunaqa ajoyib bir qulayliklari bor. Barchaga tavsiya qilib qolaman. Motordagi sxemalarni endi nima? Analogli sxemalarni chastotnikli sxemalarga o'tkazish payti keldi. Shuni sekin-sekin amalga oshirish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.